ota-onani hech qachon bolalar hurmat qilmaydi. Oilada disfunksiya bilasizmi, qaysi joyda boshlanadi? Oilada farzand dunyoga kelib, ota-ona birinchi bor qarorlarini qabul qilishni boshlaganda, ya'ni men farzandimga bunaqa kolyaska olaman, men bunaqa qilishni xohlayman, men bunaqa emizishni xohlayman, men bunaqa qilishni xohlayman, buni kiydirishni, buni kiydirmaslikka deb orzu havas qilayotganda, uchinchi shaxs aralashuvi qo'shilganda boshlanadi. Ya'ni endi orzu umidlar bilan bola katta qilaman deganda, sen nimani ham bilasan, sen yosh bolasan, sani aqling yetmaydi, mana biza katta qilganmiz deb aralashishadi. Ahop u yosh bola bo'lsa, ne uni oila qurishiga ruxsat berdingiz? Nega u yosh bola bo'lsa, farzandli bo'lishiga ruxsat berdingiz? Balki u yosh bola emasdir. Balki u xato qilib bo'lsa ham o'zini farzandini o'zi tarbiyalamoqchidir. Demak, aziz ota-onalar, imkoniyat beringlar farzandlaringlar o'z bolasiga ota-ona bo'lishiga. Aynan shu joyida kelishmovchilik kelib chiqadi, bola bilan bola rolida bo'lib qolishadi. Chunki ota-onalik rolini undan kattalab berishmaydi. Va bola bilan bola rolida bo'ladi, ota-onaning avtoriteti tushadi. Ota-onani hech qachon bolalar hurmat qilmaydi. To'g'ri, maslahat olish, o'rgatilishi, nimadir tavsiyalar olish mumkin, lekin qarorni oilada mana shu yosh ota-onalar qabul qilish kerak bo'ladi. Tavsiya olinadi, lekin tajriba orqali, xatolar orqali o'z farzandini tarbiya qilib o'rganiladi. Bunda oila sog'lom rivojlanadi. Iltimos, yosh ota-onalarga shu imkoniyatni beringlar. Ular yordam kerak bo'lsa, qiynalsa, albatta baribir sizni yoningizga borishadi.